Internetda mashhur bo'lib ketgan, ammo aslida teriga eng ko'p zarar yetkazadigan 5 ta trend haqida gapirib bermoqchiman. Bu trendlarni takrorlab yuzlardagi muammolarni yanada kuchaytirib, menga murojaat qilgan mijozlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Shu sabab siz ham o'zingizni va yuzingizni asrang deya ishlagan videoyim. Albatta sizga foydali bo'ladi, oxirigacha ko'ring, chunki bu haqida sizni hali hech kim ogohlantirmagan. Qani ketdik. Birinchi trend: hozirgi kunda uy sharoitida limon, soda, dro'ja yoki har xil aptechniy mazlarni bir-biriga aralashtirib yuzga turli xil maskalar qilishni o'rgatishyapti. Internetda juda ham ko'p ko'ramiz soda bilan limonni aralashtirib maska qilishlarini, salisil kislotasida yuzni artishlarini yoki har xil konsentratsiyasi bir-biriga to'g'ri kelmagan mayzlarni aralashtirib surishlarini. Ularni jalb qiluvchi sirli kalit so'zlari. 3000-5000 ga mana shu maskani qilib yuzingizdagi dog', ajin, poralardan, toshmalardan bittada qutuling. Сейчас у меня слез нет, а там я очень много плакал. Я плакал и плакал и плакал. O'zingiz o'ylab ko'ring. Agar aynan mana shu mahsulotlar sizni necha yillik muammolaringizni ketkiza olganida, hozirda hammaning yuzi tiniq va yosh bo'lar edi. Bir narsaga e'tibor bering. Uyda qilgan qo'lbola maskalaringiz hech qachon sizni organlaringizdagi, oshqozoningizdagi, ichaklaringizdagi yoki jigarda, o't qobida muammolar bo'lsa, ularni davolab bermaydi. Запомните раз и навсегда. Bunchalik sodda bo'lmang. Chunki yuzdagi har qanaqa muammo 90% holatda ichkaridan boshlanadi, keyin yuzimizda paydo bo'ladi. Ming afsuski, bunaqa yolg'onlarga uchraydigan ayollarimiz juda ham ko'p. Bu usullar teridagi pH balansini buzadi, himoya qatlamini yemiradi, rozatsiyani qo'zg'atadi, ya'ni doim qizaruvchan bo'ladi teringiz. Terini kuydiradi, oqibatda yuzingizda dog'lar, boshqa muammolarni kuchayishiga olib keladi. Eng asosiysi porlarni kengaytirib tashlaydi. Qisqa qilib aytganda, birinchi trend teriga qilingan eng katta tajovuz desak mubolag'a bo'lmaydi. Unutmang, sizning yuzingiz oshxona buyumlari emas. Xohlagan narsangizni bir-biriga aralashtirib ishlatgani yoki ular bilan yuzingizni tozalagani. Ikkinchi trend: keraksiz muolajalar. 15 yoshdagi yuz terisiga kuchli piling, karbon, aknelar bo'lsa chiska, plazma lifting va hokazo muolajalar taklif qilishadi. Bu paytda teringiz hali juda ham yosh. O'zini o'zi himoya qilishi, terini almashish jarayoni juda ham kuchli bo'lishi, gormonlar o'zgarish davrida ekanligi bu tabiiy holat. Ammo TikTokdagi trendlar yoki tarmoqlardagi ba'zi bir qo'shtirnoq ostidagi kosmetologlarning saviyasiz maslahatlari sabab 13-15 yoshdagi qiz-yigitlarimizning yuzi ayanchli holatga kelib qolyapti. Kuchli shishlar, baryer buzilishi, juda ham og'ir post aknelar, tuzalmas qizarishlar. Bularning hammasi trend sabab va oqibatda o'zlariga bo'lgan ishonchni pasayishiga olib kelyapti. Yosh teriga maxsus yengil parvarish yetadi. Agressiv muolajalar shart emas. Shunchaki mutaxassis bilan ishlang, kifoya. Uchinchi trend: SPFni faqat yozda ishlatishlari. Hozirgi kunda 80% insonlar SPFni faqat quyosh bor fasllarda, ya'ni bahor va yozda ishlatish kerak xolos deb o'ylaydi. Aslida esa quyoshdan keladigan UVA va ultraqizil nurlari bulutdan ham, oynadan ham o'tadi. Aynan mana shu nurlar terini qaritadi, kollagenni yemiradi, yuzdagi muammolarni yanada kuchaytirib beradi. SPFni faqat yozda emas, yil bo'yi 365 kun qo'llash kerak. Ayniqsa lazer, peeling, retinol ishlatadiganlarga har 2 soatda bir yangilab turishlarini tavsiya beraman. To'rtinchi trend: terimi yangilayman, yosharaman deb retinolni haddan ortiq ishlatish, noto'g'ri foydalanish. Retinol juda ham zo'r ingredient, to'g'ri. Lekin trend tufayli ko'pchilik uni haftasiga 4-5 marta ishlatyapti va ertalab ham qo'llashyapti. Kimning yuziga mumkin, kimlarga mumkin emas, bu haqida o'ylashmayapti ham. Natijada kuchli qizarish, qattiq qurishish, himoya qatlamini butunlay buzilishi, yuzni kuydirib olishi va juda ham ko'plab muammolarga sabab bo'lib qolyapti. Retinolning o'zini tartibi va qonun qoidasi bor. Bu haqida alohida sizlar bilan gaplashamiz. Bilib bilmasdan har xil ingrediyentlardan foydalanishdan saqlaning. 5-trend: yuzni haddan ortiq massaj qilish. Massaj juda ham yaxshi, lekin professional holda va o'z nuqtalarini topgan holatda chegaralangan vaqt oralig'ida bajarish kerak. Xohlagan vaqtingizda 120 daqiqa davomida ezish, qattiq bosish, tortish, noto'g'ri yog'lardan foydalanish barchasi limfa stagnatsiyasi va shishning kuchayishiga olib keladi. Kuperozli, rozatsiyali yuzlarda esa muammoning yomonlashishiga sabab bo'ladi. Xullas, internetda ko'rgan har qanaqa narsani ham tajriba quyonchasi sifatida yuzda qo'llashdan saqlaning. Unutmang, har kimda terisi alohida dunyo. Agar sizga shunaqa ilmiy ma'lumotlar sodda tilda tushuntirilgan videolar yoqsa, albatta kanalga obuna bo'ling, like bosing va keyingi videoni kuting. Keyingi videomiz esa 15 yoshli qizlarimizning terisi nega ommaviy buzilyapti kabi mavzuni ham batafsil ko'rib chiqamiz. Unutmang, Sofi shu siz uchun qayg'uradi.